Shohsanamxon ham jurnalistika malikalaridan. U raqibasidek shaddod emas, ammo ancha mulohazali va aqlli. Shu xislatlari uchun ham qaynonasi Gulnora opaga manzur kelin bo'la olgan. Taomlar orqali qaynonasini suydirishi mumkin dedi. Xo'sinaymiz. Shohsanam, mana mamnun solib yuboring. Mana non. Bu Ha. issiq bu. Nima bu ekan? Hozir Non hididan bilamiz. Oy, anaqa qo'ziqorinmi deyman? Baloni o'qi. Kelin emas bu, baloni o'qi ekan. Qo'ziqorin. Ha, qo'ziqorinmi? Ha. Mana buni soling. Ushlab qo'yaychi. Oh, pomidor. Oo, bu Shohsanam emas, tangeng kelin ekan. Tangem ekan bu. Yashang. Taomini ham, salatini ham bilar ekan. Shohsanam peshana 7 emas, 77 qarich ekanda. Bugun rosa yig'latar ekansizlar-da men. Yo'q. Baxtdan yig'lab boryapman. Shunaqangi hozir xursand bo'ldimki, o'zi aslida sevishgan insonlar, bir-birini yaxshi ko'radigan insonlar hattoki taomidan ham bir-birini sezishadi. Qalban sezishadi. Ular qalban chunki doim birga insonlar bo'lishadi. Hozir shu narsani guvohi bo'ldim.